Hazrat Navoiydan qolgan qutlug' so'z. Ilohiy ilhomdan yaralgan tilim, Boburni yig'latgan yetti iqlimga, Boburnoma bo'lib taralgan tilim. Men Usmonova Farangiz Fozli qizi Jizzax viloyatidanman. Hozirgi kunda El-yurt ilm jamg'armasi stipendiyati sifatida Birmingem universitetida tahsil olmoqdaman. Kirib kelayotgan 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun bilan butun xalqimni chin qalbimdan muborakbod etaman. O otamakonim, onajon o'likam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab, boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim sudovlarning eng faranglarin. Yo xudbinman men, yo bir sodda gasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men.